Mashqqa yaqin qolganingizda mana chalib qoldi. Mana shu yerda ham to'xtab olishingiz kerak bo'ladi va avariya chiroqlarini yoqasiz. Amaliy imtihondagi 8-chi, 9-chi va 10-chi mashqlarni ketma-ketlikda ko'rsatamiz. Hech qanaqa jarima ballarsiz xudo xolasa o'tib ketasiz. Demak, 8-chi mashqimiz temir yo'l kesishmasi stop chizig'ida 1 metr masofani ushlab to'xtaymiz. Buning uchun bokovoy past qismida mana shu suyangan holatda ko'rsak, mana stop chizig'i ko'ringanda to'xtaymiz. Mana shu holatda 1 metr masofa ushlaysiz. Hozir avtomobildan tushib ham ko'rsataman, masofani qani to'g'ri ushlaganimizni ko'rasiz. Mana 1 metr masofa. Endi bu yoqdan tezlanish bo'lagiga, ya'ni 9-chi mashqga qarab harakatlanamiz. Ketdik. Xo'p, tezlanish bo'lagida yaxshilab e'tibor beringlar. Mana shu qirg'i belgisini ko'rganimizda avtomobil uzatmasini 2 ga olamiz. 2 ga olib tezlanamiz. Mana endi orolchadan sal o'tganda sekinlashib, mana to'xtab olmaymiz, sekinlashib kelib, mana shu 20 belgisigacha birga urib olsangiz bo'ladi. Mana avtomobil uchib qolgani ham yo'q, sekin mana davom etyapman. To'xtab qolgani ham yo'q avtomobil. Endi 10-chi mashqimiz avariyli holat. Ko'pchilik mana shu joyda yo o'tib ketadi, yo signalni eshitmay qoladi. Bu yoqda mana avariyli holat, to'xtab turish taqiqlandi belgisini oldida ham sirena chalib qolishi mumkin. Bu yoqda ham chalib qolishi mumkin yoki-da mana kelyapsizda parallel parkovka 11-mashqqa yaqin qolganingizda mana chalib qoldi. Mana shu yerda ham to'xtab olishingiz kerak bo'ladi va avariya chiroqlarini yoqasiz. 3 sekund yoqib turasiz, to'xtaysiz va 11-mashqqa qarab yo'l olasiz. Sirena qatta chalsa o'sha yerda to'xtashingiz kerak bo'ladi. Mana shu 11-mashq, 10-mashqdan 11-mashqgacha chalib qolishi mumkin. Esingizdan chiqarmanglar. Imtihon markazi bilan birga bir qurilgan avtodromda tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, siz Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan ushbu imtihon markazi bilan birga bir qurilgan Parvoz avtomaktabi avtodromida kutib qolamiz va sizni ham bir urinishda qolgan o'quvchilarimizga o'xshab natijaga olib chiqamiz. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Parvoz avtomaktabi har doim natija bilan gapiradi.